Yaxşımsizlar turdoshlar, men sizlarning yaqin oshpazlar Shavko. Bugun bir yangilikqa keldim. Bugun mush bug'doyda polo usulini o'rganib chiqamiz. Qo'llash yuzidan avval meni bir qo'shib, yurak pinglanchungi fikringizni yozib qo'yinglar. Alt raqamni aymay bir qo'ygan bo'lsanglar, ams ketdik. Buningga yana o'xshash qizil seriq sabzi, bosh piyoz, qo'y go'shti mush bug'doydan ishkichin tayyor qilib olamiz. Bug'doyni cho'qim pokiz yuvib olamiz. Mush sabzi, bosh piyoz, qo'y go'shtini ushaq mushalat to'g'rab olamiz turdoshlar. Endi qozonga may asimiz. May qizg'an vaqtda mush qo'y go'shtini solib qo'rsak bo'ladi, yenik o'tda. Bir ikki qo'rib bo'lgandan keyin bosh piyozni solib yana ikki qo'raymiz. Mush film ko'plab taqib qo'ygan turdoshlar. Nurg'un xalqimiz mushta bir yangilikning borligini bilib qolsin. Piyozni solib ikki qo'rib bo'lgandan keyin endi savzini solib bir 3-4 minut yana ko't qo'raymiz. Endi azroq tuz qo'shimiz muvofiq miqdorda. Yana ikkini qo'rgandan keyin buningga muvofiq miqdorda suv qo'shimiz. Suv qo'shib buni bir 2-3 minut qaynatamiz. Seriq navat ulab qolsin bo'ldi, shikar bo'lsin bo'ldi, azroq sevasak bo'ldi. Mushalatgach qaynatib olgandan keyin endi jupta yaqib olganmish bug'doyimizni ustiga solamiz. Sep bo'lgandan keyin bug'doyimizni ustini mushalat tekshirib o'tamiz. Tuxumni yaqtirsak bir tal tuxum chiqib olsak bo'ladi. Bu bug'doy pollarimizni 15 minutdan 20 minut pishib chiqadi. Bir 13 minut bo'lgan atrofida bir o'rib o'tib, yana ustini yopib bir 3-4 minut qo'yib bo'lgandan keyin taxsiga iste'mol qilsak bo'ladi. Bu bo'lsa bir yangilik turdoshlar. Burun anglashimcha bizning ota-bobolarimiz qilib yeydi ekan to'q musulda. Men bugun sizlarga mushning it usullarini fanshan qilib ochchiqdim. Shuni yaxshi ko'rib foydalanib qolsanglar bo'ladi. Qo'llab qo'yalmish yangilik ko'raman deydiganlar menga ergishib olinglar. Meni bir qo'shib yurak verib pinglanchunga alt raqamni yo'llab qo'yinglar. Hammalarga rahmat. Bug'doy polo degan mushta bo'ladi.